Menga qarang, dadangiz injiqliklari jolimga tegdi. Yo bu uyda dadangiz yashaydi, yo men yashayman. Tushundingizmi? Dada yana nima bo'ldi? Men hech narsa qilmadim, bolam. Xaladenlikda 7 ta bodring bor edi. Va shuni kelin yeb qo'yibdi. Men bosim bonni somsasiga qo'shib yeyman dedim. Teshib chiqqur. Qo'y kessa ketaversin. Uf, dada-ey. Birinchi hechim qilmasak bo'lmaydi. Alo, assalomu alaykum Elyor aka. Labay Husanjon. Dada, Ha, yuring bir joyga borib kelamiz. mayli. Assalomu alaykum Elyor aka. Husanjon, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yangi loyiha boshlabsiz. Dadam bilan keluvdik. Husan aka, Samarqandimizga xush kelibsiz. Keling bir loyihalarni ko'rsatay. Husanjon, loyihamiz Samarqand shaharining eng markaziy joylaridan birida joylashgan. 12 qavatli, 14 qavatli, 16 qavatli xonadonlar bor. Necha qavat bo'lishidan qat'iy nazar bizda har bir domimizda liftlar ham mavjud. Birinchi etaj, ikkinchi etaj targ'ibot sentr. Narxlari ham juda ham hamyonbop qilib qo'yganmiz. Ta'mirlangan patkrus xonadonni topshiramiz. Oylik to'lovlari 5 million 6 milliondan chiqadi. Va zo'r tomoni, yaqinda tez kunda boshlanadigan taqdimotimizga sovg'alar bilan qilyapmiz. Sovg'alarni sanab beraymi? Birinchisi ta'mirlangan patkrus xonadon topshiramiz. Uy olmagan bo'lsa ham o'sha kuni kelsa bo'lgani. Yana 3 milliardli 100 kishiga sovg'alar tayyorlab qo'yganmiz. O'shani birini olishingiz mumkin. U yoqda bitoviy texnika, jihozlar to'plami, kupon, pullar, xullas hamma narsa bo'ladi. Barcha jizzaxliklarni chaqirasiz Husanjon Samarqandga. Yoqdimi Husanjon? Qaysini tanlaysiz? Ana shunisi. Bo'ldi, tamom. Xo'rak bo'lsin. Dada. O dada. Dada? O'g'lim, o'ylab qarasam, men sizlarning hayotlaringga xalaqit berayotgan ekanman. Shuning uchun men senga yangi ona topib Samarqandda alohida yashamoqchiman. Biznes qilaman deb yig'ib qo'ygan $50 ming dollaringga rozi bo'lasan o'g'lim. Xayr. Dada!